Xo'p, barchaga assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilaman Food Pro. Bugungi videoligimiz o'zbeklar yaratgan UZB parking o'yini haqida bo'ladi. Bu video juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman va men o'zinglar ham bilasizlar, har xil yo'nalishlarda o'zimni sinab ko'raman. Men oxirgi mana shu gaming yo'nalishini tanladim va har xil o'yinlarni test qilib, ularni davomini video qilib olib, juda ham qiziqarli qilishga harakat qilaman. Past eslatmasi ham bor ekan, o'yinni birinchi marta yuklash 2 daqiqagacha davom etishi mumkin. Shuning uchun biroz kuchingizni so'raymiz. Siz ham kuchingizni so'raymiz. Qadrli obunachilar. Kirganida o'zim xabar beraman. Xo'p jigarlar, mana o'yinga ham kirib oldik. Bu yerda olindi bo'ldi. Mana bu yerda promo kod ishlatamiz. Va promo kodimiz million ishlatamiz. Promo kod ishladi va bizda 116 million bo'ldi. Endi UZB parking va bum bo'ldi. Mana 166 million so'm pulimiz bor. Xo'p, Kamir Bek deb yozib qo'yamiz jigarlar. Mana o'yinni ham boshlaymiz. Tungi karta, kunduzgi karta. Mana bu Damas 32 million. Oy, Nexia. Nexia Spark 60 million, Gentra 80 million, 90 million, 100 million, 120 million, 160 million. Oy. Voy, uzr. Bum. Bizlar uyda Cobalt bo'lgani uchun mana shu Cobaltni xarid qilaman. To'xtanglar, premiumga o't. Mayli, bu pulli ekan. Xo'p, hech nima qilmaydi. Xo'p jigarlar, mana mashinamizni tuning qilamiz. Xo'p, kraska oqi normalniy. Xo'p, diskalarga keladigan bo'lsa, qisqasi bu o'yin menga normalniy shu. Mana shu normalniy. Qattiq. Normalniy. Keyin mashina. Облицовка. Yo'qmi demay bomkan. O'zim. Xo'p, mana bitta raqam tanlaymiz. Xo'p, pod nomer. Xo'p, raqam. Xo'p, mayli, вообще tushunaman. Boshqa bunga ko'rsatadigan bo'lsam, xuddi oy. Fara endi orqa fara ko'rinishi yo'q ekan. Shaxsiy nomer. Hop, 774 edi. Voy, yana xato. Hop, mana 774, 95 emas, 90. Chunki men Xorazmliman. 90 farqi yo'q buni. Hop, sotib olindi jigarlar. Mana bu bizani Cobalt. Hop jigarlar, mana sotib ham oldik. 774. Hop, kunduzgi rejimga qilamiz va grafika har balosini qilib beramasligi, videolarni kerak emas joylarini уже kesib tashlab bo'lganman. Oy. Bu yerda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Hotel Uzbekistan. Xo'p jigarlar, menga qat berani Amerikadagi Okuga o'xshagan joymi? Yaxshi. Mana bitta Sparklar, lekin Cobaltga buni vashshe farqi yo'q. Qayerda yursa ham umuman shu yo'q hech nima bilan. Voy, uzr. Hayajonlanib ketib qoldim. Xorazmga yo'l bormikan? Xorazmga boramiz. Davay, gaz bos. Namuncha sekin yuradi. Menga bitta mashina berib bo'lmaydi. Qat bu yoq. Bu hali ideal qilib ishlab bo'linmagan ekan. Uzr, brat. Qilib beraman mashinangizni. Xo'p, hozircha grafikaga
umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mana bizani mashina bu. Mana bu qat endi quriladi shekilli. Chunki bu hali yaqinda chiqdi. Men 2 hafta bo'ldim chiqqaniga. Uy. Agar mana shu nima desam bo'ladi, mana shu yaratgan bola Allohu akbar. Voy. Agar mana shu yaratgan bola yoki uni administratorlarmi, founderlarmi shular ko'rayotgan bo'lsa, iltimos qilib so'rayman, tezroq ishlab, boshqa viloyatlarni ham, Xorazm o'shanaqalarni qo'shishni. Hatto katta. Nima qilib tashyapman men? Lekin prosta kayib qolmay shoninglar. Ketadi-yu. Voy. Nemgir. To'g'risi men buni normalni kayib qilib o'ynamayman, chunki tezlik past. Ko'chada men bunaqa qilib yursa bo'ladi. Bular ham уже qilinmagan. Bo'p qolganini qaraydi endi mashinani. Sekinasta chiqaramiz. Sizlarning ko'rish umuman iloji yo'q. Qatta endi uni ko'rsatadigan. Voy ko'rsatadigan qani endi. Mana. Вообще xato qilib tashladim. Men shuni o'yinni yaratgan bratlar sizlardan addushi uzr. O'yininglarni bulg'ab tashlayapman. Kechirasizlar degan umiddaman. Xo'p, to'xtanglar, bitta ovozini ham eshitib qo'yaylik-chi. Kobalt ichi haqiqiy birga bir tushgan, ovozi ham juda ham baland, sarpastroq qilib qo'yamiz, chunki men ovozimni eshitilmay qolishi mumkin sizlarga. Nima deb so'kay endi men aytinglar. El qatori bo'lib yurmoqchiman. Bu oh my god. Kamera kuchi. Kamera tezligi oho. Yaxshi joylar. Hop, videomiz olinyapti. Nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. Xo'p, jigarlar, hamma joyni endi sizlar bilan birga obzor qilib chiqamiz. Bu Hotel Uzbekistan. Ichini kirib ko'ramiz. Orqasidagi nima? Shunaqa narsasi bo'lsa kerak. Bu men taxmin qilaman, nima bu? Oq bir nima. Siyosatga aralashayotgan bo'lsam, keyingi videolarda men ko'rmasligim mumkin, chunki men buni ismini bilmaganim uchun ham meni tashlashlari mumkin. Abdushi uzr, bu nima edi? Kurantmidi? O'shanaqa. Qisqasi mini Big Ben. Netda nimalar bor ekan, qizil narsalar bor ekan. Hozirgina qurildimi? Amir Temur haykali. Vijir. Lekin vijir emas ekan. Vijir ekan. Bitta gap to'g'ri ayta olmayman. Xo'p, o'yin hozirchalikka men 10 dan 7 beraman. Chunki hozirgina yo'q edi shu yo'la. Gapimga javob hozirgina shu joyda yo'q edi. To'xtanglar, hali bahoyimni bermadim men bu o'yinga. 10 dan 10 ham bo'lib ketishi mumkin, lekin yo'q, 10 dan 10 bo'lmaydi, chunki nima desam bo'ladi, bu hali yangi ochilgan o'yin va hali kamchiliklari bor, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Lekin menga bu o'yin juda ham yoqdi. Chunki bu o'yin O'zbekistonlik yaratgan, o'zbeklar ham shu darajada masshtabli o'yin yarata olishini dunyoga isbotlashyapti. Xo'p, jigarlar, shu yerda xayrlashaman. Chunki menga berilgan vaqt tugadi va men hozir yana bitta video, ya'ni Dream League Soccer videosini olishim kerak. Xo'p, jigarlar, sizlar bilan men har doimgidek eFoot Pro bo'ldim.
voy mana yana bir like bosib o'rnib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolar bundan yaxshiroq bo'ladi va качественный bo'ladi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.